xalq orasida zardada eng yaxshi vosita sifatida oziq-ovqat sodasi keng qo'llaniladi. Ammo buni juda ham ko'p zararlari ham bor. Oziq-ovqat sodasi bir qoshiqini bir stakan iliq suvda aralashib ichirganimizda zarda bo'lish hissi tezkorlik bilan to'xtaydi. Bu buni yagona plyusi hisoblanadi. Endi minuslariga keladigan bo'lsak, agarda bemorda oshqozonda eroziya yoki yazva bo'lsa, ularni ochib yuborish va natijada bemorda qon ketish holati kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari, bu qisqa vaqtli ta'sirga ega, ya'ni 1 soat, 1,5 soatgagina yordam beradi xolos. Oshqozonga tushgandan keyin u kislotani neytrallaydi, ko'p miqdorda gaz ajraladi. Bu gaz oshqozonni cho'zadi va buni ta'siri yo'qolgandan keyin oshqozon 2 barobar ko'p miqdorda kislota ishlab chiqarishni boshlaydi. Tibbiyot adabiyotlarida xuddi shunday holatlarda hattoki oshqozonni yarasi teshilib, oshqozonni teshilgan holatlari ham bor. Xo'sh, buni o'rniga qaysi antitsid dorilarni alishtirish mumkin? Ularning ro'yxati kommentariyada yozib qoldirilgan. Lekin bir narsani unutmang. Bularning barchasi faqatgina kasallikni simptomlarini, ya'ni belgilarini pasaytirishgagina yordam beradi xolos, lekin kasallikni davolamaydi. Agar sizda doimiy zarda holati bor bo'lsa, bunday holatlarda meni konsultatsiyamga yozilishingiz mumkin. Ha, aytgancha, obuna bo'lgan insonlarga konsultatsiyam bepul.